$68,000 evaziga Buxoro City Latikodan qanaqa uy olishingiz mumkin? Bugun ushbu uyni ko'rib chiqamiz. Bu uyimiz $68,000 evaziga baholanmoqda. Nimaga $68,000? Video davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p, biz turgan joyimiz bu mehmonxonamiz. Juda ham minimalizm uslubiga urg'u berilgan. Hozirda trendga aylanayotgan uslub. Ko'rishingiz mumkin. Minimalizm uslubida tayyorlangan. Bu tomonda televizorimiz qo'yilgan, kattagina televizor, hamma jihozlari qoladi. Bu yerda mягкий mebel qo'yilgan, yumshoq mebel. Chiroyli, nejniy hamda bir paytning o'zida juda ham e'tiborni jalb qiladigan mebel desak ham bo'ladi. Xo'p, bu tomondan Buxoro City, yangi qurilayotgan Buxoro Cityni ko'rishingiz mumkin. Balkoni ham mavjud. Bemalol ertalab turib kofechani ichib xayol suradigan joy. Nima dedingiz? Kommentda yozib qoldiring. Aynan menga shunisi yoqdi. Hali bu tomonlarda ko'p o'zgarishlar bo'ladi, ko'p binolar quriladi, hali juda ham chiroyli shahar bo'ladi. Uyimiz ikki tomonlama shamol aylanadi. Hozir ikki tomonlama uylar juda ham kamayib ketgan. Noyob desak ham bo'ladi. Eshiklarimiz juda ham nima desam bo'lar ekan? MDFmi, anig'ini bilmayman, lekin bu juda ham sifatli eshikligini siz ham menimcha ko'rib turibsiz. Bu yoqda qimmat eshikdan qo'yilgani aniq, rossiyskiy eshik. Endi bu tomon eshikdan kirish qismi. Bu yoqda oyna qo'yilgan, o'ziga oro berib chiqishingiz uchun. Bu yoqda esa shkaf qo'yilgan. Prixojniy. Yaxshi shkaflardan qo'yilgan. Ranglar bir-biriga kombinatsiya qilingan. Buni shundoq ko'rishingiz mumkin. Bu ton esa spalnimiz. Panoramli derazalar. Gilamlarga alohida e'tibor beramiz. Gilamlar juda ham sifatli hamda chiroyli gilamlardan tanlangan. Polimiz kirishda kafel qilingan ekan. Kirishdagi gilam ham juda ham sifatli gilamlardan. Xo'sh, bu tomonda vannamiz, bu tomonda hojatxona, oshxona hamda sanuzol. Xo'p, birinchi oshxonadan ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz barcha standartlarga javob beradi, chunki kattagina o'tirib yeyish uchun joy bor. Bu yerda pishirib boshqa qilish uchun ham joy mavjud. Mebellari ham sifatli mebellardan qilingan va televizor, xolodilnik hamda kir yuvish mashinasi bor. Agarda siz bu uyni olib ijaraga beraman desangiz, menimcha $300 dan bemalol teparog'iga berishingiz mumkin, chunki joy yaxshi, hamma obstanovka mavjud. Xo'sh. Bu tomonda esa bizni hojatxonamiz. Arison mavjud. Unitazlarni yaxshisidan qo'yilgan hamda matviy kafelardan ishlatilgan. To'rda chapga bizni spalnimiz kutib oladi. Spalnimiz ham ajoyib tarzda remont qilingan. Spalnimiz asosan neoklassika hamda minimalizm uyg'unlashtirilgan. Bu yoqda ham kichkina balkonchasi mavjud ekan. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Plashatkani, eski plashatkalarni boshqasini juda ham chiroyli. Operatorimiz ko'rsatyapti sizga. Vashshi ertalab turib farzandlaringiz bemalol bexavotir zakritli plashatkada dam olish uchun zo'r joy. Bu yoqda shkaflar qo'yilgan hamda bu tomonda konditsioner ham mavjud. Hamda televizor ham bor. Общий 3 ta televizorni men sanab o'tdim. Xo'sh. Bu esa bizni vannamiz. Vannamiz ham kafel qilingan, dushovoy kabina ekan. Xo'sh, endi men sizga aytib o'tsam, uyimiz Buxoro City Latikoda Imran Buildings loyihasidan bo'lib 6-etaj hamda 3 xonali 90 kvadratni tashkil qilgan holda 68,000 deb baholanyapti. Agar uyimiz sizga yoqqan bo'lsa, yoki biror fikringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang.